bizda qobiliyati bor tarafni yanada qobiliyatliroq, yanada kuchaytirish o'rniga qobiliyati bo'lmagan joylarga urg'u berish harakat borda. O'qituvchilar orasida ham, boshqa ota-ona orasida ham. Misol uchun menga har doim aytishgan, matematikadan zo'r bo'lish kerak, matematika. O'g'il bolasan-ku. Men hayron qolganman, nimaga matematikadan zo'r bo'lish kerak? Nimaga kerak matematika misol? Va men haqiqatan ham fokusimni umuman boshqa joyga qaratmaganman. Tarix onatlari deb, geografiya, mana shu, ya'ni ijtimoiy gumanitar fanlardan juda ham zo'r bo'lganman. Hayotimda bir marotaba bitta bolani bilardim, haqiqatan hamma fandan zo'r edi. Qo'shiq ayta olardi, adashmasam she'r ham yoza olardi. Xullas, talant edi, qobiliyat edi-da. Keyin yillar o'tdi, bitta o'qituvchimizdan so'raganman, bitta bola bor edi, shunaqa desam, u bola вообще ichib chekib yo'q bo'lib ketdi dedi. Men hayotim mobaynida qancha intervyu qilgan bo'lsam ham, boshqa qilgan bo'lsam ham, ko'rmaganmanki, hamma narsada zo'r bo'lganini. Shunaqa. Shu uchun fokusni mahkam bitta sohada ushlab, shu bo'yicha harakatni davom ettirish kerak.